Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan biz qutb yog'dusi to'g'risida gaplashamiz. Quyoshdan bilamizki, magnit shamollari kelib turadi, ya'ni fotonlar. Ana shu fotonlar Yerni magnit qutblari bilan ta'sirlashgan holatda qutb yog'dusi hosil qiladi. Bu tajribani biz ko'rishimiz uchun manba, voltmetr va kuchaytirgich, undan so'ng trubka kerak bo'ladi. Trubkaning ichida qutb yog'dusini ochishga harakat qilamiz va bu qutb yog'dusi bilan ta'sirlashadigan magnit, ya'ni Yerning magniti. Ochishni boshladim. Kuchlanishni beryapman. Boshlang'ich kuchlanishim 5 volt bo'lgan holatda bizda qutb yog'dusi hosil bo'lishni boshladi. Mana shu vaqtda biz Yerni magnit maydoni bilan ta'sirlashtiramiz, ya'ni Pn, ya'ni Yerni magnit maydoni. Yerda magnit maydoni bilan ta'sirlashganda ko'rayotgan bo'lsangiz, chiziq boshqa tarafga burilyapti. Bu qutb yog'dusi bilan ta'sirlashiga kiradi. Va bunaqasiga qilganimizda bu tarafga og'yapti, ya'ni qutbda palasalarga ajralish davom etyapti. Ushbu tajribadan ko'rinib turibdiki, Quyoshdan kelayotgan zararli nurlarni Yerda magnit maydoni ta'sirida Yerni chetlab o'tish, ya'ni yo'nalishini o'zgartirishini ko'rishimiz mumkin. Agar qutblar bu tarzda bo'lsa, ko'rib turibsiz, og'yapti. Agar bunaqasiga qilsak, yana boshqacha og'adi. Yerni chetlab o'tadi.